Bugungi videomiz ancha manfaatli bo'ladi inshaalloh. Neo motor haqida. Bu valve. Buning nomi Mixing valve deyiladi. Endi xalq tilida hozir aralashma kran klapan deb atashyapti ko'pincha. Shunga bir ikkita savollarga javob berib ketmoqchiman. Yangi qo'ymoqchi bo'lgan ustalar, mana shogirdlarimizdan ko'pincha klientlarimizdan ham olgan odamlarda, masalan, yangi qo'ymoqchi bo'lgan ustalar bilmasa, shuni qanday qo'yaman deb kallasi achib qoladi ancha. Shunga bir ikkita maslahat berib ketmoqchiman. Bilganlarga yana takrorlash, bilmaganlarga o'rganish deydi-ku. Xuddi shunday qilib boshladik. Bismillah. Xo'sh, CH yozilgan yozuvlar. Mana bu birinchidagi bu cold, ya'ni sovuq suv deyapti. Bu avratga, qozonxonamizdan keladigan avratga sovib keladigan suv. Mana bu H bilan yozilgan hold har doim issiq bo'ladi. Bu issiqlik qozondan kelgan padachi mana shunga ulanadi. Yotqizib ko'rsatganimda to'g'ridan to'g'ri mana shu klapanni to'g'risiga ulanadi. Undan chiqqandan keyin mana bu avratga tushgan joyi, avratga kirib o'tgandan keyin, mana bu avratga ulangandan keyin bu to'g'ridan to'g'ri buni kollektorga ulaymiz. Hozir men kollektorlarim ulaganim yo'q, rostdan hozir tushuntirib o'tay dedim. Mana manometr pastdagi issiqlikniki. Biz qozonxonamizdan masalan necha mana motordan o'tib kollektorga padachisiga ketadigan issiqlikka ketadiganini o'lchab beradi. Bunisi shu barni ko'rsatib beradi. Sistemamizda necha bar bor, 1.5 mi, 2 mi shuni ko'rsatib beradigan datchik. Bir eslatma. Mana shunday turganda, bu hozir grida 85 gradusni hozir o'tkazib yuboradi. Buni legirovka qilish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, zubi bor. Ikkita turgan zubchasi. Legirovka qilganingizdan keyin mana hozir minimumda turganda ham kamaymaydi. Buni qanday qilib kamaytirib olamiz deydigan bo'lsak, mana buraladi. Buralib shu tomonga qo'yilganda u ham tushadi. Buni ham to'liqroq tushuntirish uchun hozirga ochib ko'rsataman. Ustidagi pulsatorga bilan ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin tagida juda mayda zublik narsa chiqadi. Ko'rinadigan bo'lsa, zublik. Mana zub. Mana bu ko'rib turgansiz, 4 ta tomoni chaqlangan mana. 4 tarafi chaqlangan. Mana shunga tushadi. Bemalol qo'rqmay ochib ko'rsangiz bo'ladi. Shunday qilib, mana zublarga tushganda bu takansi yopilishi yoki yopilmasligi mumkin. Shu takansi yopilishligi uchun mana zublardan o'zini ustidan qilib olish kerak. Ochmasdan qilsa ham bo'ladi, ochib qilsa ham bo'ladi. Men tushuntirish uchun endi sizlar uchun manfaatli bo'lishi uchun ochdim. Ko'plar uchun tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir eslatmani aytib o'tmoqchi edim. Mana bu strelkacha qachonki mana shunday legirovka qilinganda bu takansi yopiladi. Shunda siz aytgan effektni beradi. Ya'ni mana buni buraganingizda maksimal 60, 55, bu yog'i 60 ga turadi. Agar siz buni sug'urib turib boshqa joyga burab qo'ysangiz, bu 85 gradusgacha ko'tarib oladi. Shuning uchun har doim mana shuncha qarasangiz o'zi takansi yopiladi. Takansi yopildi. Buni qanday sinab ko'ramiz? O'zimiz xalq usulida sinab ko'rib
Puflaysiz, hech qanaqa suv o'tmaydi. Manfaatli bo'lsa, agar yana bironta savollar javob bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Inshaalloh javob beramiz.